To'qining putini va panjasini iste'mol qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Istanbulda to'qining putini va panjasini pishirib sotadigan ishlar paydo bo'libdi. Uyg'urlarning o'ripida bo'lmagan, shundaqla Xitoy madaniyatining bir parchasi bo'lgan bu tamoqni sotish va yeyishning hukmi nima? O'rip jihatda yaxshi ko'rilmagan bir ishqa hozirgi sharoitimizda qanday qaraymiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. To'xu, g'oz, kurga qatorliq uy qushlari islomda go'shi halol ucharliqlar qatoridan bo'lib, tarixdan beri iste'mol qilinib kelgan bu uy qushlari qo'y, o'chka va kala qatorliq uy hayvonlariga qaraganda beqish, yetishtirish nisbatan qulay, go'shi singishlik bo'libmi tuxumi va go'sh uchun to'xu azaldan turmushimizdan asosan kam bo'lmagan uy hayvonlardandir. Sanoat inqilobidan keyin avvalo g'arbda, so'ngra bo'libmi 19-20 asrdan e'tiboran sharqda ko'rilgan shiddatli sanoatlashishga ergashib, shaharlashishning tezlashishi bilan go'sht ta'minoti xususida maxsus firmalar qurilib, cho'ng kichik chorva mol va uy qushlari bo'rdoqchiligi o'z oldiga bir soha bo'lib ilgarilab, kunimizda atayin bir kasb bo'lib shakllandi. Ko'lamlashgan firmalarda biqilgan qush va hayvonlarni qisqa vaqt ichida o'ldirib, so'yib bir taraf qilish va xaridorga yetkazish uchun maxsus qushxonalar borliqqa keldi. Turkiyada boqmachilik sohasida kasbiy to'g'u fermalari oldingi asrning 60-70 yillari qurilishga boshlagan bo'lib, kunimizda bu fermalarning sharoiti va iste'moliga tayyor go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishi Yevropa o'lchamlariga tamoman uyg'undir. Temaga aloqador bo'lgan to'xu putiga kelsak, Turkiya qushxonalarida o'ldirilgan to'xu va turdishi uy qushlarining pay, to'k, qon, po'kan, oshqozon, ichbag'ir, bosh va putlari chiqarindilar qatorida bir taraf qilinadigan bo'lib, 2017-yildan burun 200 gradusda qaynatilib dezinfeksiyalangandan keyin unsimon holga keltirilib, qayta pishiqlanib, yana uy qushlari bo'g'ziga aylantirilib sotilgan bo'lib, tanarxi tuvan, ammo ahsil miqdori yuqori bu yem turi 2002-yili Yevropa ellarida uy qushlari fermalarida bo'g'iz qilish cheklanib, bu chiqarindilar faqatla it qatorliq ermak hayvon fermalari va cho'chqa fermalarida bo'g'iz qilishga bo'ladiganligi e'lon qilingandan keyin Turkiyami 2017-yili rasmiy gazetda e'lon qilib cheklagan. Lekin Turkiyadagi ermak hayvon yem bozorining to'liq cheklik bo'lishi va Yevropadagidek maxsus ermak hayvon to'litish va cho'chqa fermalarining ko'p bo'lmasligi tufayli chiqarindilarning bartaraf qilinishi masalaga aylangan. Shunda qush turdikilarning bo'libmi to'xining put va boshlari eksport qilinishga boshlagan. Darvaqa to'xu putining Osiyoning sharqida Xitoyda emas, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari, Koreya va Yaponiyalarda bozori ittik yemaklik ekanligi hammaga ma'lumdir. Bo'libmi bizlarga tunishliq bo'lgan Xitoy toifasining yoqtirib yeydigan yemakliklar qatoridan deyishga bo'ladi. To'xu puti haqida Xitoy turbatlarida qandaq iste'mol qilinganda lazzati va oziqlik qimmatining oshadiganligi haqidagi ta'rif va tashabbuslar ko'p bo'lib, salbiy tarafimi tilga olingan. Bir turbatda to'xu puti o'z ichiga olgan mol kollagen, kalsiy va oqsil miqdorining go'zallashtirish, qon tomirlarini elastik qilish va immunitetni oshirish qatorliq foydalari bo'lsa-mu, to'xu putining hazmi qiyin bo'lib, ko'p yeganda osonla hazmsizlikni keltirib chiqaradiganligi va issiqni oshirib qizitmani o'riltib etadiganligi, to'xu putining hamma odamga yarashmaydiganligi, osonla arteriya qatishish, tojsimon yurak kasali, qondagi mayni o'rlatish, o't xaltisi yallig'i va har xil böbrek kasalliklarini keltirib chiqaradiganligi, bo'libmi zukam, qizitma, semizlik va qavziyat qatorliq kasallik yoki alomatlarni texmo azvaylatib, salomatlikka ta'sir yetkazadiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur Xitoy turbetidagi uchurning ilmiy tadqiqot qimmati bo'lmasa-mu, to'xu putining ba'zi bir oz foydalariga qo'shib, ko'p ziyinini bayon qilgan inglizcha manbalarimi yo'q emas. Aldı bilan shuni eskartish kerakki, bozordagi to'xular shar'iy bo'g'izlanmagan yoki tokda so'qib o'ldirilgan ahvolda to'xuning puti tugul uning go'shtini iste'mol qilishga bo'lmaydi. Turkiyadagi hammala qushxona shariatga uyg'un bo'g'izlash shartiga tushmasa-mu, xalqning sezgurligi va ayrim kasb ahllarining e'tiqodiga bo'lgan sadoqati tufayli shar'iy shartlarga muvofiq bo'g'izlash olib beriladigan firmalarmi kun sayin ko'paymoqda.
Shar'iy bo'g'izlangan to'xu putini yeyish aniq cheklanadigan ayrim dalil bo'lmasimi, teri, ko'mirchak va paylardan iborat bo'lgan to'xu putining oziqlik qimmatidan ziyonli tarafi og'ir bosadiganligini, uni eng suyib iste'mol qiladigan Xitoylarning o'zlari e'tirof qiladiganligi bir haqiqatdir. Bizlarning eڭimizdagi to'xu yaylab yuradigan, har qandaq narsani ilg'amay yeydigan, hatto eng maynat yerlardami bemalol donlab ketaveradigan bir jonivor bo'lib, olimlarimiz to'xu yeb qo'ygan nijosat qatori maynat narsalarning sarqib chiqib ketishi uchun 3 kun so'linib pok yem bilanlab beqilish yetarlik deb qaragan va almasaqdan xalqimiz ichidagi eng o'qimishsiz kishilarmi to'xu go'shini mushu usul bo'yicha iste'mol qilgan. Günümüzdə gerçi pichaqlıq toxular maxsus qaşalanğan firmalarda beqiladigan bolsa-mı, hammasi nihoyat cho'ng bir katak ichida necha minglab billa beqilg'achqa, unchavala jiq toxuning ostini har doim tozalab turishga kafolatlik qilish, chiqim ham vaqt jihatdan firma xo'jayinlarining diqqat qilib ketalishi tez bir ishdir. Toxularda ko'riladigan kasallardan birisi toxu panjisi kasali bo'lib, tipik alomatlari toxuning alqini ishib qoladi. Qizirib yoki qariyib qoladi va yoki qahvarang dog' paydo bo'lib qoladi. Vaqtida davolanmasa, yallig'lanishni keltirib chiqaradi va boshqa to'qilmalarga o'tib, yerinliq qaparitma qaytishib, oqibatda to'xuning o'lishini keltirib chiqaradi. Xo'sh, bozorga solingan to'xu putlarining hammasining bu xil kasallikdan eriq ekanligiga kafolatlik qilish mumkinchiligi bormi? Hatto 200 gradusda qaynatiladigan taqdirdami bu xil kasalliklarning asorati qolmadi deb jazmlashtirishga bo'lamdi. Tarixdan buyon musulmonlar to'xuni iste'mol qilib kelgan bo'lsa-mu, to'xuning bosh va putlarini ko'z haqqi deb itmishga tashlab bergan yoki ko'mib o'tgan. Tibobat sohasidami iste'mol qilish tavsiya qilinmagan. To'xu putini iste'mol qilish bo'lsa, hala bugungi kunda bizlarga ko'kda uchgan va yerda mang'an temir tasakdan boshqa har qanday narsani ilg'amay yeydigan tajovuzchi Xitoylar bilan kirib kelgan yotdan yot bir ishdir. Turkiyani o'z ichiga olgan musulmon ellarda to'xu putini yeyish odati yo'q. Undaq odat bo'lganda edi, to'xu go'shi sotilgan yerda putini topqil bo'ladi. Turkiya sharoitida topilgan to'xu putlarining kelish manbasi majhul bo'lib qolmay, Turkiyada to'xu go'shiga qo'yilgan sog'lomlik talabining to'xu putiga qo'yilmaydiganligini jazmlashtirishga tamoman bo'ladi. Demak, hech qanday musulmonning tabiati halolligi va sog'lomligi shubhalik narsani iste'mol qilishni yoqtirmaydi. Buning ustiga to'xu puti qisqa bo'g'imlardan tarkib topgan, ya qattiq emas, ya yumshoq emas, ko'mirchaksimon bo'lg'achqa, bo'libmi kichik bolalar va yashanganlarning geliga turib qolish xavfi bo'ladi. Har jihatdan o'ylaganda amaldorlarga texmi mos kelmaydi. Shuning uchun pulni topsa bo'ladigan kishilar sotgan ham halolligi, ham sog'lomligi shubhalik, shundaqla tabiatan va tarkiban tan saqliqqa foydasidan ziyni ko'p narsani iste'mol qilish shubhalik va makruhlik jihatdan noto'g'ridir. Buningdan sotquchimi, bedikchisimi o'ziga tegishli javobini oldi degan qanoatimiz. O'rib nuqtasidan yaxshi ko'rilmaydiganligiga kelsak, ismi atilib yeyish harom qilinmagan, ammo o'rib jihatdan yaxshi ko'rilmaydiganligi uchun yeyilmaydigan narsalar rayon xarakterlik bo'ladi. Masalan, at go'shi, kaptar go'shi, toshqon go'shi, qo'chqarning tosh bo'riki, tal va boshqalar. Lekin to'xu puti bo'lsa, umumiy musulmonlar yoqtirib ketmaydigan, majburlanmasa yeyilmaydiganlar qatorida bo'lib, aramizdagi yeguchilar amaliyotda uning o'ziga xos boshqacha alohida ta'mini emas, balki uningga surilgan dori-darmakning ta'mini izlab yeyish kerak. Uning haliqi ta'mini qo'lga keltirish uchun ishlatiladigan har xil xurishlarning asl tarkibidagi halollik yoki emaslik masalasidan ziyoda biz Uyg'urlarning ashaddiy dushmani, bizlarni mushu musofirchilikqa mahkum qilgan Xitoylarning odati bo'yicha tayyorlab yeyish sepi o'zidan Xitoysirab qolganlik. Halbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki bir qavmga o'xshashga tirishsa, u shulardandir degan va Alloh azza va jalla Qur'on Karimda kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlardir degan. Va buningga muqobil g'azabinga yo'liqqanlarning va azg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagan deb o'gitib, g'ayri musulmonlarga o'xshab qolmay, ularning yo'lidan, holidan va odatlaridan yiroq turishga buyurgan. Acaba Xitoylardan iborat insoniyatga emas, Allohga dushmanlik qilayotgan toifaga o'xshab qolishdan hezir qilishga bizdan bakrak haqdor qaysi musulmon xalq bordir?
Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.